Salom do'stlar, sizlar bilan Azod Bro. Bugun sizlar bilan HoloLens Lark M2 ni unpacking qilib ko'ramiz, obzor qilamiz. Xo'p, ichida nimalar chiqadi? Xo'p, case juda ham chiroyli, ixcham, kichkina hamda Lightning kabeli iPhone'lar uchun hamda Android uchun Type-C. Shuma подавленияsi noise cancel, ovoz shovqini yo'qotgich, kameraga ulash uchun adapteri, xo'p, zaryadchiga, USB Type-C li va o'ziga Type-C keltirgan. Xo'p, qistirgichlar juda ham kichkina va ixcham. Xo'p, qulay bu, kichiklik. Mana bu magnetoy ikkita, hamda bu iplari ham bor ekan. Magnetchalari bor. Magnetoy ipli ekan. Xo'p, bu iplari dengizda, sohil bo'yida kiyimsiz holatda olganda, sal neto bo'ldi, kiyimsiz holatda deganda. Shunaqa kadr bo'lib qolishi mumkin yoki qandaydir bu ham ekstremal sharoitlarda asqotadi. Yoki bironta qo'lga moslab brasletday qilib taqib olib yopishtirib qo'ysa bo'lar ekan. Ikkita bu tugan. Mana bunaqa narsa. Xo'p, ichki qismi xaltachasi ikki bo'limdan iborat ekan va iplik. Zamokli emas, Saramonikniki ipli edi. Kimga ipli udobniy, kimgadir xo'p, zamokli udobniy. Bu ipli ham yomon emas, buzilib qolmaydi, boshqa qilmaydi. Bu yaxshi sumkaga va anaqaga ko'tarib yurishga chotki. Bir xalta xumcha deydi-ku. Shunday, yana bitta narsasi bor ekan. Xo'p, buni mana bu narsasi bor ekan. Xo'p, shulardan iborat. Endi ichki qismini ochamiz. Mikrofonimizni kameraga ulash imkoniyati bor. Xo'p, mikrofonni o'zi ikkitalik. Case'ning ichki ko'rinishi va bu narsa juda ham kichkina va juda ham yengil ekan. Shu narsasi HoloLens hozirgi kunda trendda bo'layotgan, juda ko'p blogerlarda kuzatayotgan bo'lsangiz, shu mikrofondan foydalanadi. Chunki bu narsa juda ham tez ulanadi hamda ortiqcha bosh og'risiz, dastursiz ham ishlaydi. Shunchaki ulaysiz, shunchaki ishlatib ketaverasiz. O'zim ham shundan foydalanaman. Narxlarni pastda chiqarib qo'yamiz. Xo'p, Android, iPhone hammasiga tushadi. Kameraga ham adaptatsiya qilinadi, o'rnatiladi. Kamera uchun alohida mana bu narsa o'rnatiladi. Xo'p, bu tasmachalari hamda mana bunday o'rnatiladi. Ekstremal sharoitda kimgadir kerak bo'lib qoladi. Mana bunday ipchali. Bu ham qulaylik tug'diradi. Futbolkaning ichidan yoki nimadandir o'tkazib taqib qo'ysa bo'ladi. Bu narsa juda ham yengil, mana bu Saramonikka o'xshab osilib qolmaydi. Vazni bor yo'g'i 9 mg. Kiyimga magnetlari yaxshi ushlashadi. Kiyimga ushlanadi. Shuma подавленияsi bor. Yashil, ko'k indikator yonadi. Xo'p. Juda ham kichkina, tangacha, ya'ni bu tirnog'imdek bor ekan. Stikerlari ham bor buni, har xil emoji. Xo'p, kameraga ulash uchun. Xo'p, yana bitta narsasi, qiziq narsa. Mana bu narsa ko'pchilikga kamera bo'lmasa, mobilograflar mana bu narsani bu nima deydi? Lifehack desa bo'ladi. Ya'ni siz agar iPhone ishlatsangiz, iPhone'da 14 dan yuqorisini ishlatsangiz, Type-C sizga kerak bo'ladi. 15, 16, 17 ga Type-C ketadi. Lightning bor 14 dan pastiga, bilasiz.
va mana xuddi mana shuni o'lchamida mana bu narsa bor. Mana buni chiqarib tashlab, prosta hech qanday dastursiz va hech qanday narsasiz ko'tarib yursangiz bo'ladi. Bitta plus narsasi, shuni solasiz, shuni yopasiz, hattoki qimirlamaydi ichida. Juda udobli va indikatorlari bor, quvvatni ko'rsatib turadigan. Mana bunisi bor. Bu biroz noqulaylik tug'diradi, ya'ni mana bunga o'tkazib olish uchun biroz neudobniyroq, birozgina mana uni 5-6 marta foydalansa, ujum ma'nosini tugatib qo'ysa kerak. Xullas, o'tkazib ko'rishga harakat qilamiz. Mana shunisi odamni biroz g'ashiga tegan, lekin yaxshi, yomon emas. Nima deydi, tushib ketsa ham, boshqasi ham. Yoshlikda o'ynaganmiz-ku, lanka. Kak lanka bo'lar ekan. Juda ham yengil, 9 mg. Ixcham. Qanchadir biroz noqulay-yu, ammo yaxshi o'rnashadi, yaxshi joylashadi. Xo'p, bu ko'rinishi, bu holatdagi ko'rinish hamda bu va bu holatdagi ko'rinish. Yaxshi ko'rinyapti degan bittaman. Xo'p, vazni 9 mg aytib o'tdim. Xo'p, iPhone, Android hammasiga ulanadi, kameraga ham ulanadi. Mana bu qo'qib ketdi. Bu ham minus biroz. Xo'p, buni masofasi 300 metrgacha orada to'siq bo'lmagan holatda 300 metrgacha oladi. Sinab ko'ramiz buni ham. Ovoz shovqinni to'sadigan funksiyasi bor, noise cancel. Shuma podavleniyasi bor, ishlaydi, qanchalik darajada ishlaydi. Buni tekshirib ko'ramiz. Kameraga ulanadi albatta. Xo'p, bularga o'rnatilishi va qistirgichlar bilan ham magnitsiz o'rnatsangiz bo'ladi. Mana bunaqa holatda. Bor yo'g'i vazni 9 mg. Ixcham, juda qulay va ko'pgina blogerlarda kuzatishingiz mumkin. Va bu budjeti hisoblanadi. Narxi taxminan men olganimda 1.600.000 edi. Qisqaroq obzor qilib qo'yamiz. Bu HoloLens Lark M2 mikrofoni hisoblanadi. HoloLens kompaniyasiga tegishli. Bu ham Xitoydagi hisoblanadi, budjeti hisoblanadi. Uncha professional emas, lekin juda ham qulay ko'tarib yurishga, ya'ni nimaga professional emas? Ichki yozuvga ega emas. Bitta minus tomoni shu. Va buni quvvat yetish vaqti 10 soatgacha, кейsi bilan birgalikda 40 soatgacha yetadi. Yana anaqa ovoz uzatishi megabit, shular bor, megabit sekund ovoz uzatish tezligi. Yuqori, bu 32 megabit bo'lsa kerak. 32 bit bo'lsa kerak. Qisqacha shu. Bunday qilib, rasm uchun qo'yib qo'yamiz. Hattoki mittaligidan, kichkinaligidan qidirib ham qoldim. Ha, mana bulari bor. Va bu holatda nima dedingiz? Qanchalik darajada ixcham va qulay desak mikrofonga. Xo'p, qopchasi shu. Nima demadingiz? Izohlarda yozib qoldiring, qanchalik qulay va sizga qiziqmi? Va Saramonic bilan HoloLens ikkalasini taqqoslab ham chiqarib ko'rsatsak, obzor qilsak
va buni alohida dasturlariga, bu alohida dastursiz ham shunchaki ishlab ketadi, to'g'ridan to'g'ri. Shunchaki ulasangiz, transmissiyaga ulasangiz, ulanib ketaveradi to'g'ridan to'g'ri. Hech qanday ortiqcha dasturlar kerak emas. Xo'p, qisqacha shu. Sizlar bilan Ozod Bro bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Agarda qo'llab-quvvatlash, ya'ni donat qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol kartalar yozib qoldirilgan. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar YouTube, Telegram, Instagram kanallarida biosida bor, bemalol chiqib bog'lansangiz bo'ladi va nimalarni obzor qilib beraylik yana sizga, qaysi telefon yoki nimalar qiziq bo'lsa yozib qoldirsangiz bo'ladi bemalol. Hozircha shu mikrofonlardan boshladik. Nasib bo'lsa telefonlar A56 hamda hozirgi kunda reklama qilinayotgan Honor X9D ni obzor qilib beraylikmi? Nima deysiz? A56 haqida qisqacha puliga arziydimi, yo'qmi, bo'lib to'lashga qancha bo'ladi? Shu narsalarni yoritib bersak. Ko'rishguncha sizlar bilan Ozod Bro. Salomat bo'lasizlar.